hojiga bormagan odamga bir armon, borgan odamga 1000 armon deydi. Bormagan odamda bitta armoni bo'ladi, shu hajga borishlik. Ammo nega hajga borgan odamda 1000 armoni bo'ladi desa, u qaytib borganda paydo bo'ladi u armon eskina deyishlik. Mana bundoq qilmaymanmi ya? Bundoq qilmaymanmi ya? Shu umrimni o'tkazib yubordimmi? 4 kunimni do'konda o'tkazdim, 2 kunimni bu yoqda o'tkazdim. Bekorchi gaplar bilan o'tkazdim. Mana shu narsani o'zimda ham qilardim, ekan u deb qolar ekanda. Shuning uchun hozir qilaylik azizlar shuni. O'sha yerga borgunga qadar hoji onalar, hoji opalar ayniqsa do'konlarga bormanglar. Birorta odamga sovg'a olish tavsiya qilmayman. Olsangiz ham o'sha tabarruk narsadan ozgina oling. Bolangiz qarab turar, nabirangiz qarab turar, lekin ro'yxat asosida falonchiga bundoq olaman, pistonchiga bundoq olaman desiz, kuningiz faqat do'konda o'tadi. Qolaversa biz hammaga sovg'a olishlik kafilligi bilan kelmaganmizda bu yoqqa. Zo'r sovg'a bor ekan. Men sizga aytaymi? Eng zo'r sovg'a Ka'bani oldida turib yoki Arofatda turib siz sevgan odamning ismini aytib duo qilishlik. Ana borib ayting ularga, chaqiring nabirangizni, o'g'lingizni, keliningizni, qizingizni, qudangizni, men sizga shunday bir sovg'a olib keldimki, duo qabul bo'ladigan Arofatda turib ismingizni aytib Parvardigordan sizni mag'firatiga olishlikni va mana shu joylarda duo qilishlikni so'radim deng va buni qalbingizdan qiling. Bundan ortiq sovg'a bormi? Allohning ishi azizlar, Allohdan so'rang. Lekin o'shini ko'ynini olaman deb bir necha soatimizni do'konga sarflagandan ko'ra mana bunga sarflash kerak.